Yana qachongacha ko'chadan kolbasa mahsulotlarini sotib olmoqchisizlar? Undan ko'ra erinmasdan bolalarga o'zinglar qilib beringlar. Tovuqli ruletimiz uchun hamma ziravorlarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Aniq grammajini opisaniyada yozib qoldiramiz. Xohishga ko'ra sariyog', sir va zeli limasini ham tayyorlab olamiz. 1 kilogramm tovuq biyodra qismini suyagidan ajratib, yaxshilab urib, yumshatib olamiz. Boya tayyorlab olgan marinovkamizni birin-ketinlikda surib olamiz. Tovuq go'shtini strech ustiga bir tekisda yoyamiz. Sariyog'li massani suramiz. Rulet shaklida yaxshilab o'rab, bir kechaga xolodilnikda qoldiramiz. Pishirishdan oldin strechini olib tashlab, go'shtlarni yoyilib ketmasligi uchun ip bilan yaxshilab boylab olamiz va duxovkaga pishirish uchun jo'natamiz. Ustini folga bilan o'ragan holatda 150 gradusda 1,5 soat davomida pishirib olamiz. Pishib chiqqan tovuq ruletimizni iplaridan olib tashlab, issiq holatida strech bilan yaxshilab o'rab olamiz. Aynan issiqligida strechlab olishimiz bu kesilishda go'shtlarimiz maydalanib ketmasligini ta'minlaydi. Ana endi tayyor tovuq ruletimizni bir kechaga yana xolodilnikka jo'natamiz. Tovuqli ruletimizni nonushtalarga maza qilib yeyishinglar mumkin. Yoki bolalar maktabiga berib olsanglar maza qilib yeb olishadi. Ana endi videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zingizlarga tez saqlab olinglar va dugonanglarga ham yuborib qo'yinglar. Izohlarda o'zingizlarning fikrlarini kutib qolaman. Yurechani qizartirib qo'yish esingizlardan chiqmasin. Kanalimga esa obuna bo'lib qo'yinglar, chunki retseptlarim sizlarga ham yoqishi aniq. Hammaga yoqimli ishtaha, yegilar kelgan bo'lsa, qo'qonlik kelinim qaytdi deb olmaliqqa kelaverasizlar.